Assalomu alaykum yaxshilar, azizlar. Mana qo'y tarozimiz, navbatdagi qo'y tarozimiz o'z egalarini kutishmoqda. Namangan viloyatining Toshbuloq tumaniga ikki do'st olyapti degan bo'ladi. Ikkalalari birlariga bittadan, har birlariga bittadan. Kimni qiziqtirgan savollar bo'lsa, mana qo'y tarozi bo'yicha, mol tarozi bo'yicha, yuk mashinalariga tarozilar bo'yicha bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bu tarozilarimiz Namangan viloyatining Toshbuloq tumaniga ketyapti. Narxi $280 har bir narxi. Razmeri 80 ga 120, balandligi 80. 500 kilogramgacha qo'ylarni bemalol tortishlari mumkin. Juda chiroyli, pishiq va aniq tortadigan tarozlarimiz.